Oltin tasma. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo. Qo'shiq badiiy adabiyot turlarining eng qiyin va eng o'lmas sanaladi. Ba'zan badiiy asarlarga baho berilganda u hikoya bo'ladimi, doston bo'ladimi, she'r bo'ladimi, qo'shiqqa aylanib ketibdi deb maqtaladi. Shunday ekan, qo'shiqni har qanday o'tkinchi ashula aytuvchilarning ixtiyorlariga tashlab qo'yib bo'ladimi? Bunday noyob san'atda unda san'atning tarbiyaviy ahamiyati qayoqda qoldi? Bundan buyongi taraqqiyotimiz bizlarning ma'naviy dunyotimizning yetukligi, jiddiy fikrlashimiz qanchalik teranligiga bog'liq. Tavala gijbang bilan buyuk orzularga yetishib bo'lmaydi. Endi kechki bu nikoh to'ylarida hozirgi aytiladigan estrada muzikalarda nima orom bor? Chegaradan chiqib ketadi. Endi to'yga borganda ko'rmagan oqshom og'ayingni ko'rasan. Bir og'iz gaplashasan, orom olasan. Betda yo'q. Shu 4-5 soat taraqa turib bo'l. Na bir og'ayindan hol ahvol so'rashalasan, na bir orom olasan. Dam ololmaysiz. Charchaysan. Qayerda aql yetishmasa, u yerda hamma narsa yetishmaydi deganlardek, aql va ixlos bilan har dardga davo topish mumkin. Albatta, jamiyatning rivoji, taraqqiyoti hech shubhasiz bizning aqliy yetukligimiz, ma'naviy dunyomizning boyligiga bog'liq. Nimaiki davlatimizning rivojiga kishilarimiz ongining yuksalishiga to'sqinlik qiladigan narsa bo'larkan, undan voz kechish kerak. U gunoh azim. Bundan qutulish uchun avvalambor har qanday nuqsonni keltirib chiqaradigan omillarni aniqlash kerak. Bu qayerdan paydo bo'lyapti? Sayoz, tuturiqsiz qo'shiqlarni o'j olishiga nima sabab? Buning sababi qayerda bo'ldi? Axir bir vaqtlar qo'shiqni ming ching'irdan o'tkazardi. Ba'mani narsalarni ashula qilish mumkin-ku. Qarshida qor yog'adi, qor ustiga. Yigitlar yor olmangiz yor ustiga. Yigitlar yor olsangiz yor ustiga. Nomako'p quygancha bor ustiga. Gul safsarni qarang, suvga qarab qayriladi, bevafo yorni qarang, o'lmay turib ayriladi. Degan qo'shiqlar bizning qalbimizga vafo hissini, muhabbatga sadoqatni ko'chmas bo'lib quyib qo'ygan edi-ku. San'atning kuchi mana shunday emasmi? Bo'lmasa san'at nega kerak? O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo. Oltin tasma.